Birinchi qism. Qish faslining bir kuni atigan o'rnimdan turib, atiganlik faoliyatimni tugatgandan keyin soatimga qaradim. Atigan soat 7 dan 45 ni ko'rsatib turgan bo'lib, men endi yugurmasam darsga kechikadiganim aniqli edi. Men soatimni birni silab qo'yib, kitobni qo'limga oldim-da, yotoqdan chiqib, choponimning bir yengini kiyib, yana bir yengini kiymayla o'zimni sirtqa otdim. Yotoqdagi boshqa saboqdoshlar bo'lsa, allaqachon sinibga chiqib bo'lgan bo'lib, atigan men uyg'otganligimni unimay yetib olgan edim. Mana tomosha degan. O'zimni najjini tillab, yana uxlaganga toza bir to'ydigan bo'ldim mana. Degan beti o'qitish binosining oldiga paloqlab kelib, to'xtab, demimni elib tursam, orqamdan bir tonish ovozning meni chaqirganligini angladim. Bu vaqtda men hasrab holimni qolmagan edi. Men bu ovozni anglab, orqamga burilib qarab, mening saboqdishim Zubaydani ko'rdim. Hozir 11-oy mazgili bo'lsa-mu, uning o'rvagan sharpisining orasidan viliqlab kulib turgan ko'zlarini aniq ko'gili bo'ladi. Yana kelib, hozir havo bakli o'chiq. Yana kelib, bir xil sovuq shamol bor. Maktabning ichidagi dal-daraxtlarning sarg'aygan yupurmoqlari yerga birdan-birdan tushib atgan bo'lib, yerdimi butunlay sarg'aygan yupurmoqlar bor edi. Bu vaqtda men menga qarab kelayotgan Zubaydaga qarab, hanviqib turib qoldim. Uning yarashtirib kiyib olgan podachilar ishtini yana chiroyli qora rangli sharpisi, chopini uni texmi go'zal ko'rsatib atgan edi. Men gap bilan bo'lib ketib, o'zimni tunishtirmoqdaman. O'zim Tursunjon, yurtim Kucha. Urumchidagi Muno oliy maktabga kelgili 1,5 yil bo'lay dedi. Mana hozir ta'tilni saqlab ko'zim tut. Mao oldimdagi Zubayda bo'lsa, Aqsu shahar ichidan kelgan, o'zi jimg'ur, boshqalarga ko'p gap qilib ketmaydigan darsda yaxshi qiz. Bizmo'g'u bak kayni qolmasaqmi, har holda o'tirdan oldidaroq mangamiz albatta. Yana kelib, bu qiz bilan 1,5 yil birga o'qib, odatda ancha-muncha dars to'g'riliq yoki odatlik ishlar to'g'riliq paranglashganni hisob qilmasaqmi, paranglashga vaqtimiz 2 minutdan uzun emas. Yana kelib, bu qiz odatda uncha ko'p gap qilmaydi. Shunglashqimi, odatda oramizda bir tambodahlik his qiladi. Lekin bu qitim tuyuqsizla meni chaqirishi meni bir xil tamtirtib qo'ygan edi. Lekin men hozir uncha ko'p o'ylamadim. Chunki mening kallamda omo vaqtchi o'rindan turgan chig'i degan xiyollar bor edi. Lekin kim o'ylagan? Bu qiz oldimga asta minib kelib, qo'lidagi bir varaq qog'ozni menga sunug'ach, "Ati mening tug'ilgan kunim" deb qo'yibla kirib ketdi. Men bu gapdan ang'viqib, birdan turgandan keyin, "Tova, bu qiz doğrusini xato yeb oldimi, nima? Men uningdan tug'ilgan kuningiz qachon deb so'raganda qilmagan bo'lmasa?" deganimcha soatimga qarab, dars boshlaydiganiga 5 minut qolganligini ko'rib, u bergan qog'ozni yanchiqimga silib, ko'ribmi baxmay, sinibga oldirib kirib ketdi. Qiziq yeri shuki, bu qiz naq mening oldimdagi partada o'ltiradi. Men paloqlab sinibga kirib, o'rimda o'ltirib, amdili deb tursam, oldimdagi Zubayda asta menga burilib qarab, "Chaponingizning yengini kiyib eling" dedi. O'zimning texichili choponimni o'ngshab kiymaganligimni bildim. Yana darhol uninga qarab, birini yejib qo'yib, choponimni o'ngshab kiyib, boya u menga bergan qog'ozni olay deb tursam, oldimdagi Zubaydaning yonida o'ltirgan uning do'sti Mukarram bo'sh ovozda, "Adash, boya biz kimni saqlaganding? Hajib tez chiqding-ku?" deb so'rg'inni angladi. Unimi hozircha ko'p o'ylabmi ketmabdiman. Lekin qo'limga u bergan bir varaq qog'ozni elib, asta qatlig'ini ochdim. Bu bir varaq qog'ozning o'rtasida faqat 2 qo'rli xat yozilgan bo'lib, bu qog'ozga chiroyli qilib, "Mening qo'limni tutib, taki ufuqgacha birga menishni xohlamsiz?" degan xat yoziqliq edi. Bu qiz sarangmi ya? Biz o'qiyotsak, sarangmi biz piyoda nima-nega minib yuradigan deganlarni o'ylab, kulgim kelib, qog'ozni yanchiqimga soldim. Tova, hozir o'ylab baqsam, o'zimni necha qachon sog'im keladi. U vaqtlarda men ya kichikmi, ya bir qanday soddimi, hech bilib bo'lamadim. Shu gapni tushunmabdimi?
Shu kuni bir kun dars o'qib, kechki muzokaradan yaniganda, u menga tikilib qarab dedi. Men uning bu gapiga kulib qo'yib kirib ketdim. Men yotqimga kirib, ortiq o'ylab o'ltirmayla uxlab qopdim. Atsi yana atiganda paloqlab sinibga ketib bassam, Zubayda yana tunugungi o'rinda yolg'iz men tarafga qarab turibdi. Men uni ko'rib, qadamimni ostiltib, "Sinibga kirmabsiz-ku?" deb so'radim. U bo'lsa, menga birdam qarab turgandan keyin boshqa gap qilmayla oldimdan o'tib sinibga kirib ketdi. Men bu qizga hayron bo'lib, orqasidanla iz besib sinibga kirdim. Lekin kim o'ylagan deysiz? Bu qiz sinibga kiribla beshini ustalga qo'yib yig'lashga boshlabdi. Men uninga qarab, sal hayron bo'lib, yenimdagi do'stim Akbardan: "Ay, Zubaydaga nima bo'pti? Birasi bilan urushmaganda?" deb so'radim. Akbar beshini chayqab: "Bilmadim adash. Uyda bir ish bo'ldimikin, kirib yig'lab ketdi-ku." Devidi men hayron bo'lib, uning yanında o'ltirgan uning do'sti Mukarramdan: "Uninga nima ish bo'pti?" deb so'radim. Mukarram menga birdam qarab turib etib: Siz rostini bilmamsiz? Ya qasdan qilyapsiz? Uning ko'nglini qabul qilmasangiz, hech bo'lmaganda bir javob berishingiz kerak-ku. Devidi men uning gaplarini anglab, birdam o'ylangandan keyin birdilla oldingi kundagi ishki qo'rqatning ma'nosini tushungandek qildi. Hozir o'ylasam bir turib ko'ligim kelib qoladi. Men Mukarramning gapidan keyin darholla qo'limga qalamni elib, orqadagi odam yo'q partiga chiqib, xitimni boshladim. Meni kechiring. Men kichikmi yoki soddimi bilmadim. Balki hozir kallamda unda xiyollar bo'lmasa kerak. Shuningdek, sizning xitingizni toza vaqtida anqirib bo'lmaga o'xshayman. Lekin sizning bu gapingizdan bayli xo'shal bo'ldi. Men xohlayman. Meni yetilab, upuq elib berishingizni, hattoki odam oyoq bosmagan dahti cho'liga oparman desangizmi, qilch ikkilanmasdan mengaman. Chunki men o'zimdagi muhabbatning tunji qitim ishik chekkanligini angladim. Sizning mushu xatni qanchalik tasdi yozganligingizni hozir tasavvur qilolmayman. Rostilla meni kechiring. Xohlasangiz, men sizning butun dard alamlaringizga jo'ri bo'lishni xohlayman. Chunki men sizga bak omroq, yana kelib yaxshi ko'raman. Men mushu xatlarni yozib bo'lib, birni eg'ir uftatib etgandan keyin asta partamga qaytib keldim. Uningdan keyin beshini jo'ziga qo'yib yig'layotgan Zubaydaning yoniga kelib, uningga tasalli berib turgan Mukarramni chaqirdim. Eg'ir ko'may, bu xatni uningga berib qo'ygan bo'lsangiz, yana deb qo'ying, mendan xafa bo'lmasin, dedim. Mukarram menga birni o'muyib qo'yib, qo'limdagi xatni olgandan keyin uning quloqiga bir nimalarni deb pichirladi. Uningdan keyin Zubayda asta beshini ko'tarib, Mukarramning qo'lidan men bayam yozgan xatni ilib, birozda qarab chiqdi. Farzimcha mening xatimni najrat o'qib chiqdi-ku deyman. Men bu orliqda o'zimning uning xidiga qarta o'ylagan xiyolimni o'ylab kulgim kelib ketdi. Men rostilla bek sod ekanman. U qo'li xidini olgandan keyin men asli bakli xo'shal bo'lib ketadi deb o'ylagan. Lekin kim bilgan deysiz? Birdamdan keyin mening xidimni ching'ini siqimdigandan keyin yana avvalqidagli beshini jo'ziga qo'yib yig'lashga boshladi. Men uningga qarab, amdilikda deg'ima ansirashga boshladim. Men bir gapni xato qilib qo'ydimmi qandoq? Undaq emas-ku, ha? dedim ichimda. Yo'q, meningcha undaq emas. Mening deganlarimni ko'rsa, yig'lamasligi kerak edi-ku. O, nima ish bo'lib ketdi endi? Men shu xiyol bilan necha soat dars kallamga kirmabdi. Butun xiyolim uningda. Bir kun ana shundoq o'tib ketdi. Kechlik muzokara vaqtida odatda biz xiyla erkin. Men bir amal qilib, Mukarram bilan o'rin almashtirib o'ltirib oldim. Mening butun xiyolim uning mening xidimni ko'rib, nemishqa yig'laydiganligida edi. Men uning yanında birdam uningga qarab o'ltirgandan keyin uningga asta yaqin kelib, "Mening xidimni o'qib, nemishqa yig'laysiz? Men xato gap qildimmi?" Agar deb tursam, u mening gapim tugmay turibla bir barmoqini mening eg'izimning oldiga elib kelib, beshini chayqadi. Men uning bu abdani ko'rib, tig'ima ansirashga boshladim. Chunki u meni bo'ldi gap qilma degan bo'lishi mumkin edi. Men shu xiyol bilan hangmay qilib tursam, u mening abdamga bir qo'r qarab qo'yib, viliqqada kulib: O degan xushalik hech kalva.
DVD uning bu bir ig'iz gapini anglab, qil qoldim sinfning ichidala yashab ket deb varqirib atgili. Uningdan keyin men xushalligimda kechki muzokara vaqti oyoqlashgacha dars o'rganish degan nadi qolsin. Bir minutmi to'xtab qolmay, uningga gap qilib chiqdi. Omo mening gapimni anglab, shunda xushal bo'lib, javob berib, go'yida kulib, go'yida meni mushlab, akilab degandek tatliq qilib qildi. Men shu kundagi kechki muzokarani bagli qisqida kes qilib qoldim. Chunki men bu yot shaharga kelib, tunji qitan mo'shinchilik bir xushallikqa erishgan edim. Yana kelib, mendami uningga qarata bir xil chidab turg'isiz muhabbat yuragimning chunqur qatlamlaridan o'sib chiqmoqda edi. Shu kuni kechda yotoqqa qaytib kirib, xeyli uzungacha uyqum kelmadi. Yana kelib, menmi boyamdan beri gap qilib, uning kod nomerini so'rashni unutib qolgan ekanman. Bundaq desam, netjoy birga o'qigan odam shu nomerni bilmamsan deyishinglar mumkin. Lekin Zubayda odat sinfda ko'p gap qilmag'achqa, uning bilan aramizda bir xil to'saqdan bodakli his qiladi. Shunlashqimi, uningdan nomer so'rashni texi o'ylashimga baqmagan. Men adadagi dars jadvaliga qarab, adi faqat 2 soatlik dars borligini ko'rib, xushalligimda kibirlab ketdim. Xuddi ichimga bir narsa kirib olgandekla. Men uzunga so'zilgan kechining baldirroq yurishini kutib, bir joqda uxlab qoldim. Atisi do'stimning meni no'qib uyg'otishidan o'rnimdan turib, burunqi o'xshamaydigan bir xil chaqqonlik bilan ishlarimni birdamda tugitib, oldirash sinib qilmoqdim. Chunki kallamda baldirroq sinfga kirib o'ltirsam, darsim tugisa degan xiyollar bor edi. Uningdan keyin vaqtni to'shib, bolalarning hammasi sinfga to'liq kirib keldi. Mukarram dars keraklarini ko'targunicha tumshuqni ushlab turib, deginicha kitobini oldimga qo'ydi. Men uning mush gapini saqlayotgandek o'rnimdan chachirib turib, Mukarramga orqa-orqadan rahmat aytib, Zubaydaning yoniga chiqdim. U mening yanimga chiqqanligimni ko'rib, biliqqada kulib qo'yib, "Aqsham yaxshi uxlabsizmi?" deb so'radi. Men beshimni qashlab qo'yib, "Nadik uyqugan u, bir kecha yo'lda sanab chiqdim, tong etishni saqla." dedim. U mening gapimdan kulib qo'yib, "Aramelisga diqqat qiling, kalva, ag'rib yetib bersangiz qarmayman, juma." DVD men kulib qo'yib, "Shuningga yuraging chidachindak" dedim. U mening gapimni anglab, qo'lini mening maydamga qo'yib, kulib qo'yib, "Aramelisga diqqat qiling, kalva, ag'rib yetib bersangiz qarmayman, juma." deginicha omoq keldi. Shunda qilib burundan xo'sh yoqmaydigan bu qiyin darslarmi hozir shundoq yiqishliq tuyulib, vaqtning qanday o'tganligini bilmayapti. Biz darsdan tushgandan keyin Akbar kulib turib, Tursun Jadosh, yang do'stingni bizga tunishtirmamsizlar? Seni jim yursanglar texi, ajab jim yurib ketdi debdimi? Asli burilib plan bakanda sinfning yuzini ko'zlab. DVD men uningga qarab kulib qo'yib, "Nerdagi gapni qiladi ekansan? Sen tirishib baqsang, seningmi baxting keladi adash?" Ha? deganimcha kulib qo'yib, Zubayda bilan yitlashgan payti sinfdan chiqib ketdik. Shu kuni azaldilli ko'ch cho'kilash bilan xo'sham yo'q men. Qanchalik yo'l mengib o'tganligimni bilmayman. Cho'kilmagan yala, mangmagan yo'llar oz qoldi. Bu jarayonda Zubaydami mening qo'limni qo'yib etmaymangdi. Bir kun ana shunda xo'shal o'tib maktabga qaytib keldi. Yotoqqa kirib, eg'izimga tegmay, bugun ko'ygan qiziqarli ishlar, yana ko'ygan narsalarni so'zlab, do'stlarimni zeriktirib etdim. Lekin bizning bu xo'shal kunlarimizmi ancha uzunga bormadi. Chunki hozir degan mavsum oxir emasmi?